Gruziyanın mashhur hikayesini hozir o'zgartirib boraman. Yapaman. Больше? Да. Как? Все. Да. Ой, бисмилlah. Mana yaxshi ko'rishgan. O'rtoqlar, xachapuriga kelinglar. Nasıl değil? Yemoqchi bo'lsanglar. Nasıl değil? Bir necha daqiqalardan so'ng men tayyorlagan xachapuri pishadi. Tak, men tayyorlagan xachapuri tayyor bo'ldi. Biz buni hozir nimaga qo'yardik? Kimosh savdosiga. Kimosh savdosiga qo'yamiz. Boshlang'ich narxi 5000 dollar. Nomi cho'qimmi? Chunki men qilganman. Hatto 50 dollar. Yo'q. Vau, namchi chiroyli chiqdi. O'zimga o'xshagan. Endi bizda oxirgi jarayon. Kim xohlasa tuxumli, kim xohlasa tuxumsiz. Mana Vay. Endi buni olib, turizm vazirligiga ko'rsating, yuring ket. tayyor bo'ldi. Kim man yegan? Oh. Kim man qilgan xachapuridan yedi? Kelinglar. Basumiydi. Beraman.